ayollar homilador bo'lmayotgan bo'lsa yoki hayz sikli buzilgan bo'lsa yoki hamma tomondan yaxshisiz negadir homilador bo'lmayotgan bo'lsangiz, bu ham ziyondan bo'lishi mumkin va buni 40 marta Yasin surasi jonli o'qib ruqiya qilingan qora sedanadan bir ichib ko'rib, o'zingizni sinab ko'ring. Bu qora sedanani ichgan ayollarda, qizlarda, umuman klimaks paytdagi insonlarda bachadonning kayfiyati tuzaladi. Bachadondagi har xil noxushliklar, hayz siklini buzilishlari, vaqtida hayz kelmasliklari yoki homilador bo'lmaslik yoki klimaksda o'ta qizib ketib yoki o'ta sovib ketib, tez jahl chiqishlarda hammasi gormonal narusheniya bo'lib, ularda mana shu obi hayot mahsulotimiz mashalloh davolaydi. Ayollardan ko'pchilikdan o'tib olganmiz, rahmatlarni qayta aytishadi va qayta olib ichishadi. Sizga ham tavsiya qilaman, haqiqiy shifo bo'lgan Qur'on va sunnatda kelgan obi hayot